Siz Instagramda boshqachasiz-ku? Bu yoshlik paytimda tushganman-da. Nechinchi yilsiz o'zi? 5. Ha, 2005. Yo'q, 1995 man. Nima? Ismingiz nima edi? Shundan chiqib qoldi xotira chatoqda. O'g'ilay. Barchinoy. O'g'ilay. Ha? O'g'ilay. Ha, Barchinoymi? Havo issiq bo'lyapti. Voy, Endi davleniyam qanaqa ekan? qon bosimingiz joyida. Hozirdan qarib qopsiz. Keyinchalik romantika qila olmasangiz ham kerak. Romantika qila olmasam ham odamni xursand qilishni bilaman. Qanday? Yuringda. Bas Barchinoy shu telefonlarda. Barchinoy emas, O'g'ilay. Ha, o'g'laymi? Nima shuni aytib aytmadingiz? Aytdim-ku. Xullas, Barchinoy shu ko'rib turgan telefonlaringiz arzon chekida bitta pasportga boshlang'ich to'lovsiz kunlik 15 ming so'm olsangiz bo'ladi. Mana misol uchun 13 Pro 15 mingdan tushadi. Mana shu telefon sizga sovg'a. Voy, rahmat. O'zingiz to'laysizmi? Ha, o'zim to'layman. Qaytara olmaysizmi ish qilib? Nima qaytaraman? Sizga padarki deyapman-ku. Endi tog'a maqsadga o'tadigan bo'lsam, yoshingizga mos qizni topib qoling. Sovg'a uchun rahmat. Sovg'a?